Bugungi mavzuyimiz kishilik olmoshlari va fe'llarning kishilik olmoshlarida to'g'ri tizlanishi. Demak, birinchi bo'lib nemis tilidagi kishilik olmoshlarini o'rganib olamiz. Personal pronomen kishilik olmoshlari. Ich, men, du, sen, sie, es, u. Demak, muzkoy rodlar uchun, sie женский rodlar uchun, es средний rodlar uchun foydalaniladi. Wir, biz, ihr, sizlar, sie, ular va nemis tilidagi katta yoziladigan sie hurmat shakli. Xo'p, endi kommen fe'limiz o'zbek tiliga kelmoq deb tarjima qilinadi. Kelmoq. O'zbek tilida fe'limizning kel qismi o'zak, moq qismi qo'shimcha. Nemis tilida esa kom qismi o'zak, en qismi qo'shimcha hisoblanadi. Endi esa kommen fe'limizni shaxslarda to'g'ri tuzlashimiz uchun kerakli qo'shimchalarni qo'shib olishimiz kerak. Bular ishda duda st, sie, es uchun esa t, wir, n, ihr, t, sie va hurmat shakli zida en qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Demak, ich komme, men kelyapman. Du kommst, sen kelyapsan. Sie, es kommt, u kelyapti. Wir kommen, biz kelyapmiz. Ihr kommt, sizlar kelyapsizlar. Sie kommen, ular kelyapti va hurmat shaklimiz Sie kommen, siz kelyapsiz. Endi esa lernen fe'lini yozaman. Lernen. Demak, bizlarda en qo'shimcha, lern qismimiz o'zak. O'zakni shaxslarda yozib olamiz. Endi esa kerakli qo'shimchalarimizni qo'shamiz. Demak, ich, du, st, sie, es, t, wir, n, ihr, t, sie, n, sie, n. Ich lerne, du lernst, sie, es lernt, wir lernen, ihr lernt, sie lernen, sie lernen shakllari paydo bo'ldi. Endi esa siz o'zingizni sinab ko'ring. Keyingi fe'limiz gehen. O'zakka va qo'shimchaga ajratib, shaxson qo'shimchalarni qo'shib tuzlab ko'rsangiz bo'ladi. Fe'llarni shaxslarga to'g'ri tuzlashni o'rganib oldik. Endi esa darakkab tuzganimizda ega, kesim va to'ldiruvchining joyi qanday tartibda turishini o'rganamiz. Demak, ich lerne Deutsch. Men nemis tili o'rganyapman gapimizda birinchi o'rinda ega, ya'ni ish jarayonini bajaruvchi shaxs turadi. Keyin esa kesim, nima qilmoq, o'rganmoq kesimimiz turadi. Keyingi o'rinlarda esa ikkinchi darajali bo'laklar, ya'ni aniqlovchi va to'ldiruvchilar joylashadi. Demak, birinchi o'ringa ega, ikkinchi o'ringa kesim, uchinchi o'rinda esa to'ldiruvchilarni qo'yishimiz kerak. Men nemis tili o'rganyapman. Endi esa xuddi shu gapni u nemis tili o'rganyapti tarzida tuzib ko'ramiz. Demak, bizda u lernen fe'lini erga tuzlaganimizda t qo'shimchasini qo'shishimiz kerak. Lernt. Endi esa ikkinchi darajali bo'lagimiz Deutsch. U nemis tili o'rganyapti. Boshqa gaplarimizda ham biz birinchi o'rinda egani, ikkinchi o'rinda kesimni, uchinchi o'rinda to'ldiruvchi, ya'ni boshqa gap bo'laklarini joylashtirishimiz kerak. Shu tartibda gaplar tuzsak, gaplarimiz to'g'ri chiqadi. Endi esa o'rgangan mavzuyimizni mashqlar bilan mustahkamlab olamiz. Demak, birinchisi Maximilian gern Fußball. Spielt, spielen, spielst. Siz qaysini tanlaysiz? Demak, bu joyda spielt shakli to'g'ri. Chunki Maximilian kim? U deb savol beriladi. Keyingisi
Martha gern Popmusik. Höre, hören, hört. Qaysi shakl to'g'ri? Bu yerda biz hört shaklidan foydalanamiz. Chunki Martha kim u? Женский rodda. Hans Briefmarken. Sammle, sammeln, sammelt. Qaysi shakl to'g'ri? Demak, bu yerda sammelt shaklidan foydalanamiz, chunki Hans kim u. Keyingisi Martin Computerprogramme. Schreibe, schreibst, schreibt. Qaysi shakl to'g'ri? Demak, bu yerda schreibt fe'lini ishlatsak to'g'ri bo'ladi. Martin schreibt Computerprogramme. O'rganilgan mavzu bo'yicha gaplar tuzib ko'ring va qay darajada o'rganganingizni tekshirib oling. Agar gaplarimiz shu tartibda joylashsa, ya'ni egani, ikkinchi pozitsiyaga kesimni, keyin to'ldiruvchini qo'yadigan bo'lsak, bu to'g'ri so'z tartibli darakkab bo'ladi. Agar siz gaplaringizni har xil bo'lishini xohlasangiz, ega va to'ldiruvchini o'rnini almashtirib ishlatsangiz ham bo'ladi. Xuddi shu gap misolida ko'ramiz. Deutsch. Nemis tili chiqadi. Keyingisida esa lerne. Oxirgisida ich. Sezgan bo'lsangiz, to'g'ri so'z tartibli darakkabda ham, teskari so'z tartibli darakkabda ham kesimni o'rni o'zgarmaydi. Bu nemis tilidagi oltin qoida. Demak, Deutsch lerne ich. Men nemis tili o'rganaman. Ich lerne Deutsch. Men nemis tili o'rganaman. Asosiy farqi to'ldiruvchi va egani o'rni almashganida.